Assalomu alaykum kvartet jamoasi kanali obunachilar hamda kanalimizga obuna bo'lmasdan turib tomosha qilib turgan do'stlar, sizlar bilan yana bir bora uyga tashrif loyihasi orqali ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Qadrdonlar, bu safargi manzilimiz Andijon viloyati Marhamatona Kalanining 7-ko'chalariga bo'lyapti. Sababi bugun Gulshonoyxon onajonimiz savoli ta'minlar ekan, shu munosabat bilan bizga jamiki farzandlari, xo'jayinlar, hamma yaqinlari murojaat qildi. Qolaversa, bugun kelinlari Dilruxshoxon opajonimizdan savoli ta'minlar ekan, uni ham yaqinlari nomidan kirib, ajoyib padarga chiroq qo'shlar bilan ko'ngillarni ko'tarib xursand qilishga harakat qilamiz. Sizlar ham uyga tashrif loyihasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, ekran chiqib turgan nomerga bemalol Telegram, imo, WhatsApp yoki prямой telefon hisoblarim xudo xolasa 24 soat aloqadamiz. Demak, uyga tashrif loyihasi navbatdagi sonni biz boshladik. Sizlar bilan qiylamay o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum onajon, tug'ilgan kuningizdan chin qalbimiz tabriklaymiz. Tanajoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Jamiki shunaqa yaqinlaringiz, farzandlaringiz, nevaralaringiz, xo'jayingiz vaqtiga sog' salomat bo'lib yuring. Shu bizni musofirdan xo'jayiningiz qolaversa, mana shunday jamiki farzandlaringiz murojaat qildi. Hammasi nomidan keldik. Onamiz bizni jannatimiz dedi. Shuning uchun jannati bilan kunni bitta qarsilari bilan topshirib qo'yamiz onajonimizga. Salomat bo'ling. Va albatta hayotingiz mobaynida shu Qur'ondagi azburidan Qur'on kitobini bir olib keldik. Bormagan bo'lsa shuni haqlariga borib, borgan bo'lsa qayta borib, hoji onalar bo'lib yurish nasib qilib qolamiz. Bu ham yaqinlaringizning nomidan onajon sizga. Qarshi yil. Hop, bugun qo'shaloq bayrami ekan, sizga qo'shib tug'ilgan kun bor ekan. Sizga tug'ilgan kuningizdan tabriklamayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shu onajonimizni xizmatdan qilish uchun charchamayman deb qolamiz va hamma yaqinlaringiz nomidan mana shu to'pni sizga ham tabriklar berib qo'yamiz. Va albatta status syomkalar qilyapmiz. Birinchi bo'lib onajon sizdan, keyin mehmonlar ikki og'iz, qolaversa musofirdan ko'rish turibdi. Ularga ham bir duolar, niyatlar bo'lsa bemalol. Xush kelibsizlar, rahmat. Hammalaringga sog' bo'linglar. Biz yo'qlaganlarni Xudo yo'qlasin. Hammalaringlar xush kelibsizlar. Sog' salomat yuringlar, vaqtimizga sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat katta ekan. Hojonalarga so'z. Qani davom etamiz. Hojonalarimiz so'z navbatini bersak, bir duolar bo'ladigan bo'lsa, eslangan bo'lib qoladi. Bemalol. Amin. Tinchlik bo'lsin, tantahallik bo'lsin, zamonlarimiz doim shunaqa tinch bo'lsin, podshohlarimiz odil bo'lsin. Amin. Xonadonlari obod bo'lsin, berganlariga doim Alloh baraka xayr bersin. Bolalarini umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Qayerda bo'lsa ham Allohning himoyasida bo'lsin. Yaxshi insonlarga sherik bo'lib yursin, xo'jayinlari ham, o'g'illari ham Xudoya. Hamma o'g'illar qo'sha qarsin, qo'shgani bilan shirindan shakar ro'zg'or qilsin. Amin. Gulshanoy bilan ukam ham Xudoy uzun umrlarni ko'rsin, tuganmaslarni ko'rsin. Hamisha Alloh bergan farzandlarni to'rlarda orzu havaslarni ko'rib, nevaralarni boqib, sog' salomat o'ynab kulib, tug'ilgan kunlari 100 yillikka cho'zilib yurishda Allohdan so'raymiz. Hamisha tinchlik, tantanalik. Sog' bo'lib yuringlar. Baxtimizga sog' bo'ling. Doim barakalar. Bosh bo'lib, kunlaringga ega bo'lib, yana yaxshi xudo, yaxshi kelinlar oying Xudoya. Sog' salomat bo'ling Xudoya. Rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p, davom etamiz. Ham bu yoqda kim bor endi? Yero'zon sizdan. Gulshanoy ilohim yuzga kiring. Ukam bilan qo'sha qaraylar. Mana shu ukalarimni, jiyanlarimni hammalarini
orzu havasini ko'ring. Iloyim hojona bo'linglar, hojatda bo'linglar, yuzga kiringlar. Umrlaring uzoq, rizqlaring ulug' bo'lsin. Yana yaxshilik kunlarda doim birgalikda o'tirishlikda, shunaqa kunlarda o'tirishlikda nasib qilsin. Ilohi amin. Yuzga kirsin. Shu qizimiz ham qo'shgani bilan qo'sha qarsin. Hojonalarni tenglarga men ham tilakdoshman. Sog' bo'linglar. Kelin bilan nimani ayasiz? Zubayda opam siz ham gapiring. O'shani opam hamisha To'xtamurod akam bilan qo'sha qarisin. Katta hojilarga borish nasib qilsin. Qizim ham baxtli bo'lsin Abdulaziz bey bilan. Ikkizlar farzandlarni ko'rsin, o'g'illarni ko'rsin. Shu bilan to'ylarda bosh bo'lib o'tirsin To'xtamurod akam bilan Gulshana opam. Hamisha mana shunaqa mana o'zi ko'yini quvnoqlik uchun bahorda tug'ilganda Gulshana kelini ham shu jumladandir o'xshab o'ziga o'xshab doim quvnoq. Iloyim bolalarni baxti kamolini ko'rsin, mehnatlarni rohatini ko'rsin. Iloyim doim hamisha mana shunaqa xursandchilik kunlarda bosh bo'lib yurishaversin. Hamma kelganlarga ham rahmat, sizlarga ham rahmat. Sizlar ham hammani mana shunaqa xursandchilik kunlarida sherik bo'lib yurganlaring uchun umrlaring, rizqlaring ziyoda bo'lsin. Gulshana ham iloyim To'xtamurod akam bilan hoji onalar bo'lsin. Iloyim hamisha mana shunaqa ilmi bundan ziyoda bo'lsin. Iloyim anaqa ilmlik, nimalik bo'lgan hamisha mana shunaqa bo'lib ko'p yoshlarni ko'rib menga ham qaynopa, ham o'zimga opa, ham singil bo'lib yuribdi. Iloyim mana shu nimalarni, baxt kamolni, bolalarini, mehnatini, rohatini ko'rsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib bularni ihvollariga shu kattalarimiz sog' salomat bo'lishib, duogo'y bo'lishib yurishlik hamisha nasib qilsin. O'zim opamdek baxtimizga sog' bo'lsin, bolalarning orzu havasini ko'rsin. Hojatlari ravon bo'lsin, bolalari ahvoliga hamisha sog' salomat yursin. Akam bilan qo'sha qarisin, hojona, hojata bo'lsin. Tinch bo'lsin baxtimizga hammasi. Rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar. Kelsinlar hammalaring. Rahmat. Sog' bo'linglar. Davom etamiz. Kelganlarga ham o'ziga o'xshagan kelin bo'lsin. Baxtimizga doim sog' bo'ling. Qo'llaringizni baxtiga, dadamning baxtiga, onalaringizni baxtiga doim sog' salomat bo'ling. Siz ham film baxtli bo'ling, qo'shganingiz bilan qo'sha qarisin. Bunday yoshlar ko'pini ko'ringlar. Keyingi nimalarga Xudo xolasa umra hajlarga borishni Xudo nasib qilsin. Inshaalloh. Sog' bo'linglar. Rahmat kattagan, rahmat. Sog' bo'linglar. Ikki og'iz. Sog' bo'ling. Bu yoshlar ko'pini ko'ring. Hojilarga borish nasib qilsin dadam bilan. Siz ham sog' bo'ling iloyim. Qo'shganingiz bilan qo'sha qarib. Rahmat, qarshiliginglar. Iloh qanday kelinglar. Iloh sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, shunaqa xursandchiliklar ham tark etmasin deb qolamiz hammamizni. Va onajon yana sizni bir bora tabriklaymiz va jamiki farzandlaringiz, o'g'illaringiz, qizlaringiz, kelinlaringiz, ular kimiki farzandim desiz, hammasini nomidan tug'ilgan yuzingizni ajoyib tabrik qilishimiz bor. Mana shu qo'shiqni hammasini nomidan qabul qilib olasiz. Marhamat. O'tiringlar, kelinglar. Goho sizning zorligingiz yo'llarimga zarlingiz umidlari kesilgan dunyoda yolg'iz umid borligingiz umidlari kesilgan bu dunyoda yolg'iz umid borligingiz g'animatim omonatim onajon g'animatim omonatim onajon g'animatim omonatim onajon oshno topdim va lekin do'st topmadim oq ko'ngilli bir qora ko'z topmadim shamollarga sovurdim gul so'zlarni lekin sizga bir shirin so'z topmadim shamollarga sovurdim gul so'zlarni lekin sizga bir shirin so'z topmadim g'animatim omonatim onajon g'animatim omonatim onajon g'animatim omonatim onajon Yolg'on falak menga bag'ri
suyarım gönlingizde to'ldiray bir chekkaga surib qo'yib dunyoni farzand bo'lib yoningizda o'tiray bir chekkaga surib qo'yib dunyoni o'g'il bo'lib yoningizda o'tiray g'animatim omonatim onajon g'animatim omonatim onajon g'animatim omonatim onajon g'animatim omonatim Uzoqda yurgan barcha yaqinlari nomidan, akasi nomidan, akasi Boburjon nomidan yana bir bor tabriklayman. Uzoqda mana o'zini sinisi Oydinoy, o'zimizni sinimiz Oydinoy yuribdi. U ham tabriklab qo'yishda aytgan. Shu yerda bo'lganda yana ham tantanali bo'lar edi. Akasi Boburjon akasi tabriklab qo'yishda aytgan. Botirbek hamma barcha yaqinlar uzoqda yurganlar g'oyibona tabriklashgan. Ilohim baxtlariga sog' bo'lib yursin. Hammalari o'g'illarim ham tabriklagan. Sog' bo'lsin. Rahmat kattagon, rahmat ilohim sog' bo'lib. Siz tanigan kim bo'lsa hamma nomidan yana bir bor tabriklaymiz. Salomat bo'ling. Shu bolalarimga ham endi. Rizqlari ulug' bo'lsin. Hamisha mana shunaqa yerda hojatini chiqarib, sog' salomat o'ynab kulib yurishaverdi. Qo'shiqlar bo'ldi, endi siz esdalik uchun chiqamiz navbat fotosessiyaga. onam kasalman demang bolam kasalman demang holi yomonman demang adam bo'laman jonu jahonim mening gulu rayhonim mening so'lib boryapman demang tamom bo'laman. Onga ham tabriklaymiz. Ilohim bir yuzlarga kiring, yubileylar qiling, qatomizdan kam bo'lmay hammamiz kelib mana shunaqa xursandchilikda nishonlash hammamizga nasib qilsin deymiz. Ilohim sog' bo'ling. Endi bizga ertachi duo qilib biz qaytamiz. Tarbiyalaring sog' bo'lsin, umrlaringga, rizqlaringga baraka bersin. Biz yo'qlab kelganlarni ham Xudo yo'qlasin. Hammalaring xotinlaridan xato bo'lmay sog' salomat. Allohu akbar aytganligingizda yaxshi bo'ldi, salomat bo'ldi. O qadrdonlar ko'rdik, shunaqa bir yuqori kayfiyatda, afsuski navbatda uyga tashlab qo'yamiz ham o'z payoniga yetdi. O'ylaymizki, biz ijodga insonlar va bizni tomosha qilgan insonlar sizlarga yoqdigan umidamiz. Agar qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Biz bilan bog'lanish uchun har doimgidek ekran chiqib turgan nomerlarga bemalol Telegram, Imo, WhatsApp yoki prямой telefon qilsanglar, Xudo xolasa 24 soat aloqadamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kvartet jamoasi hamisha sizlar uchun xizmatda rahmat.